Bismillahirrahmanirrahim. Hadislar to'plami. Jamoat bilan namoz o'qish, masjidlarga berish va namoz vaqtiga intizor bo'lishning fazilatlari. 1649-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Shubhasizki, jamoat bilan o'qilgan namozning savobi yolg'iz o'qilgan namozning savobidan 25 hassa ortiq. Tirmiziy 216-hadis. 1650-hadis. Buxoriy, Muslim va Nasaiylarning rivoyatlarida yuqoridagi hadisga munolar qo'shib rivoyat qilingan. Kecha va kunduzning farishtalari bomdod namozida to'plashadi. Abu Hurayra ko'pchilikka bu hadisni so'zlab berib bo'lib, xohlasanglar bomdod namozini o'qigan. Haqiqatan bomdod namozida kecha kunduzning farishtalari to'plandi degan oyatni o'qinglar degan. Buxoriy 2717-hadis. 1651-hadis. Abu Salihning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Men Abu Hurayradan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan edim. Bir odamning jamoat bilan o'qigan namozi uyida va bozorda o'qigan namozidan 25 yaş ortiq. Buning sababi u kishi tahoratni komil qilib, faqat namozga chiqish uchun masjidga borsa, uning bosgan har bir qadami uchun birdan darajasi ko'tarilib, birdan gunohi o'chiriladi. U masjidga kirib namoz o'qib bo'lguncha butun farishtalar u odam uchun: "Ey Alloh, uning mag'firat qilgin. Ey Alloh, uning mag'firat qilgin" deb duo qilib turadi. Kimki namozning vaqtiga intizor bo'lib tursa, uningga namozning ishib turgandek savob beriladi. Buxoriy 647-hadis. 1652-hadis. Yana bir rivoyatda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namozni saqlab turgan kishiga namozda turgandek savob bo'ladi degan. Buxoriy 659-hadis. 1653-hadis. Muslimning rivoyatida mundaq kelgan: u kishi masjidning ichida boshqalarga aziyat bermasa va tahorat sunib ketmasa, farishtalar: "Ey Alloh, uningga rahmat qilgin, uni kechirgin, tavbasini qabul qilgin" deb duo qilib turadi. Muslim 649-hadis. 1654-hadis. Muvattada payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yana mundaq deganligi qo'shib rivoyat qilinadi. Agar u namoz o'qigan yeridan turib ketib, masjidning ichida yana bir namozning kelishini kutib o'ltirsa, shu namozning vaqti kirib uni o'quvchi bo'lgan arliqda o'tgan vaqtiga namozning ishib turgandek savob beriladi. Malik 385-hadis. 1655-hadis. Abu Said Xudri radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning jamoat bilan o'qigan namoz yolg'iz o'qigan namozdan 25 daraja ortiq ekanligini anglagan ekan. Buxoriy 646-hadis. 1656-hadis. Yana bir rivoyatda tövendeki jumla qo'shib rivoyat qilingan. U kishi cho'l bayog'ida namozni ruku va sajdalarini to'liq qilib kamil ado qilsa, shu bir vaqt namozning savobi 50 vaqt namozning savobiga yetadi. Abu Davud 560-hadis. 1657-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: jamoat bilan o'qigan namoz yolg'iz o'qigan namozdan 27 daraja afzal. Muslim 650-hadis. 650-hadis. 1659-hadis. Abu Darda radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mayli shahar yoki yezi bo'lsin, 3 odam bir yerda jamoat namoz ado qilmaydi ekan, shayton chuqum ularning ustidan g'alaba qiladi. Shuning uchun jamoat bilan namoz o'qishdan ayrilma. Chunki qadidan ayrilib qolgan yolg'iz qo'yni bo'riydi deganligini angladim. Abu Davud 547-hadis. Albani Hasan degan. 1660-hadis. Abu Said Xudri radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namoz o'qib bo'lgandan keyin bir odam masjidga kirib keldi. Payg'ambar alayhissalom: "Kim uning bilan billa ajr berishni xohlaydi?" deb so'radi. Aradan bir aylan o'rnidan turdi va u odam bilan billa namoz o'qidi. Tirmiziy 220-hadis. 1661-hadis. Osman radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan: kimki xutbanni jamoat bilan o'qisa, kechining yarmini namozga o'tkazgandek savob oladi. Kimki bomdodni jamoat bilan ado qilsa, kecha hech uxlamay namoz o'qigandek savob oladi. Muslim 656-hadis. 1662-hadis. Osman ibn Affan radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: kimki xutban namozini jamoat bilan o'qisa, kechining yarmini namoz bilan o'tkazgandek savob oladi.
Kimki xutdan va bomdodni jamoat bilan o'qisa, kechining hammasini namoz bilan o'tkazgandek savob oladi. Abu Davud 555-hadis. Albani sahih degan. 1665-hadis. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga bomdod namozini o'qib bergandan keyin "Falonchi keldimi?" deb so'radi. Biz "Yo'q, kelmadi" dedik. U "Faloni keldimi?" deb so'radi. Biz "Yo'q" dedik. Shuning bilan u mundaq dedi: "Bu ikki namoz munofiqlarga haqiqatan eng og'ir keladigan namozlardir. Sizlar bu ikki namozning fazilatini bilgan bo'lsanglar, albatta tizinglar bilan o'milib bo'lsa-mu kelatdinglar. Jamoatning birinchi sepi farishtalarning sepiga o'xshash ulug'ki, uning fazilatini biladigan bo'lsanglar, uningda turishga oldirgan bo'lardinglar. Kishining bir odam bilan o'qigan namozining savobi yolg'iz o'qigannikidan ortiq. Uning ikki odam bilan o'qigan namozining savobining fazilati namozning fazilati bir odam bilan o'qigannikidan ortiqdir. Namoz qanchaki ko'p kishi bilan ado qilinsa, Alloh taologa shuncha suyimlik bo'ladi. Abu Davud 554-hadis. Albani hasan degan. 1666-hadis. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Kimki Alloh taolo uchun birinchi takbirga ulgurib jamoat bilan 40 kun namoz o'qisa, u bandaning ikki narsadan qutulib qolishi kutiladi. Birinchisi do'zaxdan, ikkinchisi munofiqdan. Albani hasan degan. Tirmiziy 241-hadis. 1667-hadis. İbn Ömer radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Kimki 40 kungacha birinchi rakatga ulgurgan holda jamoat bilan namoz o'qisa, Alloh taolo uning do'zaxdan qutulganligini kutiladi. Razin rivoyat qilgan. 1669-hadis. Abu Umama radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Har qanday kishi uydan tahorat olgan holda farz namoz o'qish uchun chiqsa, ihrom bog'lab haj qilgan kishining ajriga o'xshash ajr oladi. Kimki faqat chashka namozini o'qish uchun chiqsa, u kishiga umra qilgan kishining ajri bo'ladi. Bir namozdan keyin behuda so'z qilmay o'qilgan yana bir namoz illiyin degan kitobda yoziladi. Abu Davud 558-hadis. Albani hasan degan. 1670-hadis. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu mundaq deydi: Madinalik ansarlardan uyi masjidga eng yiroq bir kishi bor bo'lib, har vaqt namozni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga o'qiydi. Uningga ishimiz og'ridi. Men: "Ey faloni, bir eshak setib olib, shuningga minib kelsang, u seni 40 qiziq qumga dastlashdan va chaqadigan qo'rqoqlardan saqlaydi" desam, u: "Alloh taolaning nomi bilan qasamki, uyimning Payg'ambar alayhissalomning uyiga yonma-yon bo'lishini bakmi xalab ketmayman" dedi. Bu so'z qo'polligidan menga bek og'ir keldi. Shuning bilan Udul Payg'ambar alayhissalomning yoniga berib, uning deganlarini aytdim. Payg'ambar alayhissalom uni chaqirtib, nima shunday deganligini so'ragan edi. U menga aytganlarini Payg'ambar alayhissalom aynan aytdi va o'zining uyidan masjidga kelgicha va masjiddan uyga qaytguncha bosgan qadamlariga savob umid qilganligini aytgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga: "Sen cho'qim kutgan savobga erishsan" dedi. Muslim 663-hadis. 1671-hadis. Abu Davudning rivoyatida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Alloh taolo sana shuning hammasini beradi. Alloh sana sen kutgan ajrni to'liq beradi" degan. Abu Davud 557-hadis. Albani sahih degan. 1672-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Masjidga eng yiroqdan kelgan kishining ajri eng katta bo'ladi." Abu Davud 556-hadis. Albani sahih degan. 1673-hadis. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Masjidning atrofida oq yer bor bo'lib, Banu Salima aymiqi shu yerga uy silib ko'chib kelishni o'ylashgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu ahvoldan xabar topib, ulardan masjidga yaqin yerga ko'chib kelmoqchi bo'lyapsizlar deb so'radi. Ular: "Shundaq ey Allohning elchisi, biz rasul shuni o'ylashdik" deyishdi. "Ey Banu Salima, yurtinglarda o'ltiringlar, masjidga mang'an qadaminglarga ajr yoziladi. Yurtinglarda o'ltiringlar, bosgan qadaminglar uchun ajr yoziladi" dedi. Yana bir rivoyatda kelishicha, ular navoda ko'chib bo'lgan bo'lsa, xursand bo'lmaskanmi deyishgan. Muslim 665-hadis. 1675-hadis. 1674-hadis. Buxoriy Anas radhiyallohu anhudan yuqoriga o'xshash rivoyat qilgan.
Onun yana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin hali kılışını yoqtirmadi deyilgan. Buxoriy 1887 hadis. 1675 hadis. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'nun bundaq deganligi rivoyat qilinadi. Kimki ata Alloh taolo bilan musulmon holatda uchrashishdan xursand bo'lsa, qayerda azon to'lansa 5 vaqt namozni shu yerda o'qish ahamiyat bersin. Alloh taolo payg'ambarga hidoyat yo'llarini bekitib berdi. 5 vaqt namoz ana shu hidoyat yo'llarining jumlasidandir. Agar sizlarmi masjidga chiqmay namozni uyda o'qigan bu kishiga o'xshash uyinglarda o'qisanglar, shubhisizki payg'ambaringlarning sunnatini tashlayotgan bo'lasizlar. Sunnatni tark etsanglar to'g'ri yo'ldan ozgan bo'lasizlar. Kimki tahoratni kamil ilib namoz o'qish uchun mushu masjidlardan biriga qarab yo'lga chiqsa, Alloh taolo uning har bir qadamiga birdan savob yozadi. Darajasini bir palla yuqori ko'tardi va gunohidan birini o'chirdi. Bizning zamonimizda faqat munofiqlikka aniq bilingan kishilarlar masjidga chiqmaydi. Masjidga o'zini kelolmaydigan odam ikki odam bilikidan tutib akilib saf turg'izib qo'yadi. Muslim 654-hadis. 1676-hadis. Burayda Aslami radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Qarang'udimi masjidlarga bordiganlarga qiyomat kuni to'liq nur berilganligi bilan bishorat beringlar." Tirmiziy 223-hadis. Albani sahih degan. 1677-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir namozdan keyin ikkinchi bir namozning vaqtiga intizor bo'lib turuvchi kishining misoli etini Alloh yo'lida kuchining berishi chaptirib jihad qilgan mujohid o'xshaydi. Agar u kishi tahoratini sundirib o'tmagan yoki o'rnidan turib ketmagan bo'lsa, Allohning farishtalari uningga Alloh taolodan rahmat tilab turadi. U kishi yana katta ribat ustida bo'lgan bo'ladi. Ahmad 8411-hadis. Al-Awsat. Haysami bu hadisni Imom Ahmad va Tabarani rivoyat qilgan bo'lib, sanadida Nafi ibn Sulaymon Qurayshi ismli biri bor. Abu Atim uning ishonchli kishi ekanligini ilgari surgan. Qolgan raviylar Sayyidning raviylaridir degan. 1678-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Musulmon kishi masjidlarda namoz o'qish va zikr etish uchun makon tutsa, ya'ni davomli masjid namoz o'qisa, bir oiladan yo'qolib ketgan kishi oilasi qaytib kelganda oilasi xushalligidan xursand bo'lgandek, Alloh taolami u bandasi uchun xursand bo'ladi. Ibn Majah 800-hadis. Albani sahih degan. 1679-hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Bu kecha tushimda buyuk va yuksak Rabbimni eng chiroyli va go'zal holatda ko'rdim. U ey Muhammad, ustundagi olam ehli, ya'ni farishtalarning nimalar to'g'risida basmalalar qilishayotganligini bilamsan deb so'radi. Men bilmayman dedim. Shuning bilan u qo'llarini ikki taqimning o'ttirisiga qo'ydi. Men ko'ksimda yoki gelimda uning qo'lining sovuqligini his qildim. Osmon zamindagi barliq narsalarni bilib yetdim. Mendan yana ey Muhammad, ustundagi olam ahlining endi nimalar to'g'risida basmalalar qilishayotganligini bilamsan deb so'radi. Men shundoq, ular kafarat haqida munoziralashayotdi. Kafarat degan namozdan keyin masjidda bir mahal turish, namozni jamoat bilan o'qish uchun menish, tahoratni qiyin ahvolda kamil edishdan iboratdir. Kimki shunday qilsa, yaxshilik ustida yashaydi va yaxshilik bilan o'ladi. Gunohlardan xuddi onasidan tug'ilgan vaqtidek poklanadi dedim. Menga ey Muhammad, namoz o'qigan vaqtingda ey Alloh sendan yaxshi qilish, yomonlikni tark etish va yo'qsullarni yaxshi ko'rishimni tilayman. Agar bandalaring orasiga fitna solmoqchi bo'lsang, o kundan burun meni dargohingga ol deb duo qilgan dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana mundaq dedi: Salomni oshkora qilish, yo'qsullarga taom berish, kechalari har kim uxlayotganda qo'yib namoz o'qish qatorliqlar Alloh taolaning dargohida yuqori darajaga erishishning yo'llaridir. Albani sahih degan. Tirmiziy 3233-hadis.